Bugun sizlar bilan sertifikat imtihonlarida tushgan hayvonlardagi gametogenez va urug'lanishga oid bitta masala yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, masala shartiga ko'ra, zebra hayvonida 5 ta birlamchi jinsiy hujayra bor ekan, shuning 60% dan jinsiy hujayralar hosil bo'lishda davom etgan. Ya'ni 5 ta hujayramiz bu 100%, 60% 3 ta bo'ladi. Ana shu hosil bo'lgan 3 ta hujayrani har biri 6 marta mitoz bo'lingan ekan. Bitta hujayramiz birinchi marta mitoz bo'linsa 2 ta, ikkinchi mitoz bo'linishda 4 ta, uchinchi mitoz bo'linishda 8 ta, to'rtinchi mitoz bo'linishda 16 ta, beshinchi mitoz bo'linishda 32 ta va oltinchi mitoz bo'linishda 64 ta hujayrani hosil qiladi. Va bu bitta hujayrada, demak bitta hujayramiz 64 ta hujayrani hosil qilsa, 6 marta mitoz bo'linganda bizdagi 3 ta hujayramiz jami 192 dona hujayrani hosil qiladi. Endi mana bu mitoz bo'linishlar nima uchun ko'p desak, hayvonlarda gametogenez 4 xil davrni o'z ichiga oladi. Ko'payish, o'sish, yetilish, shakllanish davrlari. Endi ana shu 4 ta bosqichdan birinchi ko'payish bosqichi faqat mitoz bo'linish natijasida amalga oshadi. Demak, 64 ta hujayra bitta hujayra hosil bo'ldi, uchisidan 192. Mana shu hosil bo'lgan 192 dona hujayramiz keyingi bosqichga o'tadigan hujayra, ya'ni birinchi tartib spermatotsit deb aytiladi. Birinchi tartib spermatotitlarni masala shartiga ko'ra 50% dan keyingi bosqichdagi hujayralar hosil bo'lgan. Ya'ni 192 dona hujayramiz 100%, uning 50% ni topsak 96 chiqadi. 96 ta birinchi tartib spermatotsit meyoz 1 bo'linish natijasida ikkinchi tartib spermatotitni hosil qiladi. Ya'ni 96 hujayra bo'linsa, 2 ga bo'linsa, 192 dona ikkinchi tartib spermatotsit hosil bo'ladi. Endi ikkinchi tartib spermatotitlar meyoz 2 bo'linish natijasida spermatida hosil qilishi kerak. Masala shartiga ko'ra, ikkinchi tartib spermatotitlarning faqat 25% keyingi bosqichga o'tgan. Bu degani 192 hujayramiz 100%, 25% 48 chiqadi. 48 hujayra yana 2 ga bo'linsa 96 ta spermatidani hosil qiladi. Va masala shartiga ko'ra, mana shu 96 ta spermatida to'liq hammasi spermatozoidga aylanib ketgan, ya'ni 96 dona spermatozoid. Va hosil bo'lgan hujayralar nima deydi? 12,5% urug'lanishda ishtirok qildi. Demak, 96 ta spermatozoid 100%, shuni 12,5% topsak, 12 ta spermatozoid urug'lanishda ishtirok qilgan. 12 ta spermatozoid 12 ta tuxum hujayrani urug'lantiradi. Bizlar masala shartida aytadi, ana shu hosil bo'lgan tuxum hujayralar o'z aslida 6,25% birinchi tartib ovotsitdan hosil bo'lgan. Demak, ovogenez qanday amalga oshadi? Ovogenezda bitta birlamchi hujayra, demak, birinchi tartib ovotsit, meyoz 1 bo'linganda bitta yirik, bitta mayda. Meyoz 2 bo'linganda yana bitta yirik, 3 ta mayda hujayrani hosil qiladi. Bu degani, bitta birinchi tartib ovotsitdan bitta tuxum hujayra hosil bo'ladi. Bizada 12 ta, demak, spermatozoid ishtirok etdi. Bu degani 12 dona tuxum hujayrani urug'lantirdi. Mana shu 12 dona tuxum hujayrani 12 dona birinchi tartib ovotsit hosil qiladi. Va u 6,25% ekan. Jamisini topsak bo'lsak 100% ni topamiz. 192 dona hujayra bo'lgan ekan. Tushunarlimi? Endi 192 dona hujayra borligini bilib oldik. Endi bizada masala shartiga ko'ra aytadi, 12 dona tuxum hujayra, to'g'rimi? Urg'ochilarning har qaysisida 2 donadan tuxum hujayra bor. Demak, 12 dona tuxum hujayra bo'lish uchun bizada 6 ta urg'ochi zebra kerak. Bizlar aytadi, har bittasini boshida o'sha 6 ta urg'ochi zebrani har qaysida 2 donadan birlamchi jinsiy hujayra bo'lgan. Ya'ni birinchi tartib ovotsit ham xuddi yuqoridagiga o'xshab nechadir marta mitoz bo'linib, demak 192 dona birinchi tartib ovotsitni hosil qilgan. Demak, boshida 6 ta zebrani har qaysida 2 donadan jami 12 dona birlamchi hujayra borligini bildik. To u 192 dona hujayra hosil qilguncha necha marta mitoz bo'linishini topishimiz kerak. Misol uchun 12 dona hujayra birinchi mitoz bo'linganda 24 ta hujayrani, ikkinchi mitoz bo'linganda 48, uchinchi mitoz bo'linganda 96 va to'rtinchi bo'linganda 192 dona hujayrani hosil qiladi ekan. Demak, 192 dona hujayra bo'lishi uchun 4 marta mitoz bo'linishi kerak. Bizda birinchi ada so'ralgani zebra tuxumdonlarida birinchi tartib ovotsitlarni har biri necha martadan mitoz bo'linganini toping. Birlamchi hujayra nazarda tutilibdi, 4 marta mitoz bo'lingan, 4 marta. Demak, bunda so'rab turibdi, erkak zebralar nechta urg'ochi bilan chatishgan? Erkak zebralarda, demak, 12 ta spermatozoid hosil bo'lgan. Bu spermatozoidlar 12 ta tuxum hujayrani urug'lantiradi. Har bitta urg'ochida 2 donadan tuxum hujayra bo'lsa, bitta urg'ochida 2 ta tuxum hujayra bo'lsa, nechta urg'ochida 12 ta tuxum hujayra bo'ladi deb proporsiya tutsak, bu joy 6 chiqadi. Demak, 6 ta zebra bilan chatishgan. Endi sizda jami hosil bo'lgan zigotalar 2 marta ekvatorial bo'linishdan hosil bo'lgan blastomerdagi avtosoma xromosomani topish kerak. Demak, bitta hujayra meridian ekvator bo'linganda dastlabki ikkita bo'linish meridian tekislikda, uchinchisi ekvator,
keyingilari ketma-ket, ya'ni meridian ekvator ketma-ketligida sodir bo'ladi. Ikkinchi ekvator bo'linishida 32 ta hujayra hosil bo'ladi. Nechta hujayradan? Boshida bitta hujayra. Bitta hujayra 32 ta blastomer hosil qilsa, ikkinchi meridian bo'linishda, ikkinchi ekvatorial bo'linishda 12 ta hujayra 384 ta hujayrani hosil qiladi blastomerni. Endi har bitta blastomerdagi avtosoma soni masala shartining boshida boradi. Zebralarda 2 teng 44 ga teng deb. 2 to'plam bo'lgani uchun undagi jinsiy xromosomalar 2 dona, qolgan 42 donasi avtosoma xromosoma bo'ladi. Ana shu 42 ga ko'paytirsak, jami blastomer sonini undagi umumiy avtosoma xromosoma soni kelib chiqadi. 16128 dona. Bu masalani yechish uchun sizlardan talab qilinadigan narsa hayvonlardagi gametogez jarayonida aniq qaysi hujayra qaysi joyda sodir bo'ladi, qaysi hujayra qaysi bo'linishdan hosil bo'ladi, shuni aniq bilishingiz shart. Agar biron joyda kichik xato qilsangiz, masalaning oxirida javoblari hammasi to'liqligicha xato chiqadi.